Assalomu alaykum, hurmatli Qudratuz kanali obunachilari, chorvadorlar, chorva ishqibozlari, semiz buqa ishqibozlari. Bugungi videomiz inshaalloh sizlar uchun Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Nurafshon BFda o'zimizning qishlog'imizdan sizlar uchun ko'rsatadigan mana semiz buqalarimiz bor, qurg'oqlar uchun akalarimizga mana. Asosiysi 2 dona qolgan bedagilar sotilgan va bu joydagilar manfaatli bo'lish uchun egalardan bitta iltimos qilib, onlarimizni katta fermani so'radik, bir iltimos qilib, aka shunaqangi obunachilar bir ko'rsataylik, manfaatli bo'lsa, bu joy qurilishlari qanaqangi, fermani qurish jarayoni qanaqangi bo'lgani, ish pulga tushgan bu ferma shularni qo'ldan kelgancha video davomida ko'rsatib ketamiz. Qanaqangi sharoit, mana odam bo'yi barobar betonni yeri ko'ylab qilishgan ekan, tekislik qilib adirli joyi. Xo'p, sotiladigan buqalarimiz mana bitta-yu, keyin mana ikkinchisi ola buqamiz bor. Mana o'rtadagilar o'zi sotilgan, mana shular 700-800 kilolik katta buqalarimiz, qurbonliq chakalarimiz uchun sotilgan. Xo'p, bugungi chislamizni aytib o'tamiz. 2026-yil 20-may hafta kuniga chorshanba. Xudo xolasa sizlar uchun endi faqat asosiysi shunaqangi fermalardan video chiqarishni boshladik. Bemalol obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib qo'yishingizni so'raymiz. Xo'p, boshladik. Bo'lmasam sizlar uchun bu chekkadan bu fermamizning ma'lumotlarini egalaridan berish. Nima deysizlar? Fermaga mana buqamizning eng qiziq tarafi, mana buqamizning qiziq tarafi. Faqat quruq yerda yeyishlar ham to'xtab qoldi. Mana oldilarda yemlar o'tib yotibdi. Ferma. Bu tarafda sog'inlarimiz bor. Sog'in mollarimiz. Ularni ham oldida yemlar o'tib yotibdi. Mana buzoqlari. Xo'p, hozir chiqazadiganlarimiz asosan yosh boqmalar bo'lishi mumkin. Asosiysi mana ikkita katta, undan tashqari ratsionlari, yemlarning ratsionlarini o'rganib chiqamiz qo'ldan kelganicha. Mana katta buqamiz mana. Bo'ylari ham 1,5 ga pilisam kelsa kerak bularni. Mana qarang, mana o'qsiz holatga semirgan. Bellarni qarang, kattaligini, mana yelkalarini. Molimizni. Qirg'iziston paroda, mashalloh, chiroyli narsalar. Mana. Semiz. Ashlar ham o'ta semiz. Yo'qsiz holatga semiz bo'lganda. Mana. Hozir bilamiz endi ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan. Hamidullo aka sotadigan qaysi mashakka umi? Bu ola. Ho, nerga ola. Hop, o'rtalardagi qanchadan ketdi mana? Bular sotilgan, lekin o'ta zo'r semirgan ola. Dumba zo'r. Bular sotildi. Qurbonliqmi bular? Qurbonliq chakalarimizga. Quyosh teskarib qoldi, o'sha tarafda o'zini avval to'lish kerak. Orqa tarafini bitta ko'rsatib olaylik. Keyin oldi tarafdan asosan ko'rsatib boramiz. Nimaiki mana joy quyosh teskari tushgani hisobiga oldi yo'riq bo'lib qolyapti-da, bu taraf sal xira bo'lib qolyapti. Mana ikkovi sotilar ekan, shunda ikkita ola. Nargilari o'zi qurbonliq chakalarimiz olishibdi. Buni bo'ylari taxminan 1,5 keladi ham. Molimiz yirik mol, o'zimiz mesni paroda. Lekin tuyoqlari ham joyida-da, unaqangi tagini qarang, asosiy quruq turar ekan. Hid degan narsa yo'q bu yerda. Pasha degan narsa kam, o'ta kam pasha. Mana molimizni qarang, jo'vosh. Hop. Buni narxini bilib o'tamizmi? Yo oldi ferma narxini bilamizmi? Hech pulga tushgani bunaqangi ferma. Hop, bir chekkadan boshlayveramiz. Qaysi birini ma'qul ko'rsak o'shanisini. Hop, bir chekkadan boshlaymiz, mana unisidan. Bular hammasi ketgan ham ular. Bular sotilib bo'lgan. Bular sotilib bo'lgan ekan. Manfaatli bo'lish uchun bir kelgandi. Hop, bular qanchadan ketdi shunda? Kiloga 70 mingdan. 7 oy quruqqa boqishibdi o'zi, mana yemni o'zi mana. Kiloga 70 ming so'mdan sotilibdi bular. Qirg'iziston paroda buqalarimiz. Turisham mana, gezadi. Qaysi birini? Birinchi 7 kishilikka mana u.
Mana 7 bu hozir hayit kelguncha ham shu boqib berish xizmati ham bor ekan demak, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan keyingi ham postoyaniylik ham bo'ladi demak. Bu 7 kishilik buqa, xo'p, to'g'risi shuniki 500 kilo. Xudo xolasa, Pilus atrofida 500 kilo Pilus, bo'ylari 1.30. 1.30 ham Pilus, 500 kilo ham Pilusga bu 7 kishilikka olishibdi. Mana uni 6 kishilikka olishibdi. Xo'p, buni bo'ylari 1.30 ga atrofida kelib qoladi, 1.25 ga Pilus. Xo'p, to'g'risi 500 kilo kelaveradi buni xotirjam xudo xolasa. 480 bilan 500 orasida inshaalloh buniki. Avvalo Alloh biladi. Bu 6 kishilik uchun ekan. Bu 6 kishilik uchun. Mana necha kishilikka ketdi? Necha kishilikka bu? Bu 5 kishilik o'zimiz. O'zingizga 5 kishilik. Bular o'zlari uchun ekan. 5 kishilik Qirg'iziston barobar. 7 kishilik. Mana. Bu 7 kishilik. Mana 7 kishilikka. Mana zo'r ekan mashinasi ham. Yo'qsiz holatga 7 kishilikka ekan bu. 500 TV'da bu ham xudo xolasa. 500 TV'da bo'lar 1.25 kelib qoladi buniki xudo xolasa. Ikkitadan chiqdi. Hammasi 2 kilo Qirg'iziston baroda. Hop, endi mana sotadiganimiz. Buni puli necha pul endi? Ya o'sha pullar 70 dan berib yuborilaveradi. Bu kattaligini hisobiga turibdi ekan. Hop, necha kilo? 800 kilo keladimi? Ha, 750 o'sha uradi deyishyapti. Bo'ylari ham 1.5 kilo bo'lsa kerak. 1.40 mi yo'q? 1.40 ga Pilus 1.5 pashta. 1.40 ga Pilus. Hop, 70 ming so'mdan narx qo'yildi. Hop. Mana necha kishilikka ketdi? Bu ham 7 kishilikka, bu ham 70 mingdan keladi. 70 ming so'mdan. Hammasi 70 mingdan ketibdi-ku. Suyuq katta kichik. Quyuq suyug'i 70 ming so'mdan ketibdi ekan, katta kichik 70 ming so'mdan mana shu 7 kishilik. 550 atrofida bor bu ham, xudo xolasa. 580-600 kilo bo'lishdi. Ha, oluvchilar. Ha, oluvchilar. 580 bilan 600 kilo orasini ko'rishibdi ekan, 550 desam 600 kilo uzoq ko'rishibdi ekan, 7 kishilikka 70 ming so'mdan to'g'risiga. Hop, endi mana keyingisi eng kattasi haqiqiy to'rtburchak bo'lib qolgani bu. Qirg'iziston parog'ida turishi ham kursiga o'zi. Bu ham 7 kishilikka ketdi. 700 kilo atrofida deyishdi. 700 kilo atrofida 7 kishilikka bu ham katta. To'rtburchak bo'lib qolibdi o'zi ham bu. Hop, keyingisi sotadiganimiz mana oxirgisi. Bundan tashqari nari tarafdagilarni ko'ramiz. Mana bu ham shu bo'ylari 1.40 xudo xolasa keladi Pilus menisi bilan. Semizga bu ham o'sha o'zimiz mesni paroda asosiysi 2 kurak. Pulichi buni 70 ming bu ham. Ha, bu ham. Bularni kelishadigan joyi bormi, oxirgi narximi? Oxirgi mana shu berilganlarning qatorida. Qolib ketgan ikkitasi bor ekan. Kattaligini hisobiga sotilmagan. Bu Qirg'iziston paroda ekan-a? Men mesnidanman, Qirg'iziston paroda ekan bu ham. 70 ming so'mdan. Hop, bag'dagilarchi bu g'unajillar. Yo'q, bular o'zimiznikilar bu. Bular sotilmaydi. Yo'q. Sigirlar bular sotilmaydi. Shulardan chiqadi asosan bo'ldi. Ko'pi. Shuni bolasi o'g'li katta ona. O, katta-ya? Katta ona bo'ladi, mana onasi ekan. Go'lishtindan qochkash kelgan mo'ljalda. Mana g'unajincha bu kichik, yo'q. O'zingizga naslga, bular hammasi o'zlariga naslga mana shu o'zlaridan chiqarishar ekan. Mana bu qamash, mo'llarni bo'lasa bular. Mana boqma, lekin shvet ekan, bo'ylari ham 1.25 ga Pilus kelaveradi, bu shvetimiz. Bo'zak keladi bu. Bo'zak. Bu bo'zak edi, turishda bo'zak boshqab turibdi, yosh. O'tkali 1 yasharlik bo'zak ekanda, bu boqishga yana o'zigina bor. Bular sotilmas ekan, shunchaki video davomida ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana sementallar. Shu mollarni bolasi ekan bular. Asosiysi molxonada maza qiladigan joyi shomol zo'r aylanadi. Mana uni qarang, mana katta vashi narsa shomolniki zo'r. Shomol zo'rligidan-da bu. Aylanib turibdi, u ventilyatorli ishlab oldilar, ochiq mana. Keng dala. Mollarni bolasi. Bular o'zlaridan chiqqanda bor. Maza qiladigan joy qarang. Mana o'yini bunaqangi shomol, halpirab turishi. Mashalloh, sharoit qilib akalarimiz Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Biz ham inshaalloh shunaqangi sharoit qilib berishni nasib qilsa, shunaqangi ferma qilib. Bu fermani tashkil qilishi o'zi oson emas. O'zi oson emas. Ko'pchilik biladi. Bu ferma osonlikcha bo'lmaydi, chunki men qo'yilgan narsa ham toza rossiyskiy narsalar ekan mana.
harla deydi endi mana tuso misol shunaqa narsalar o'zi oson emas, toza narsalarda bular. Havo tot degani bo'ladi. Hid degan narsa yo'qda qizig'i. Bermadi. Hop, hurmatli obunachilar, bu joyga telefonlarni qo'yib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Egalarga manzil lokatsiyalarini ham tashlab qo'yamiz Telegram gruppamizga. Bemalol obuna bo'lib kelaverasizlar. Xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Videoni xato kamchiliklarga uzr. Obuna bo'lib qo'shishdan chiqazman. Anchadan bir video qilmaganimizga tilimiz kelishmay qolibdi. Xudo xolasa sekin-sekin yana o'z yo'liga tushib ketamiz. Rahmat hammaga.